Qalaysiz? Yaxshimisiz? Men shu $100 men sizga bermoqchiman. O'zingizga ishlatishingiz mumkin. Do'konda o'zingizga xohlagan narsangizni sotib olishingiz mumkin. Yoki mana shuni ichidagi hamma pulni beraman, faqat buni o'zingizga ishlata olmaysiz. Boshqa odamlarga yaxshilik qilib tarqatasiz. Qaysi birini tanlaysiz? Bu. Nima uchun? Men ihson qilaman-da. Boshladim unda tarqatamizmi odamlarga? Keling. Faqat yaxshilik qilib ko'ring jonim. Aytganingiz kelsa rahmat. Men buni ham bering, Dilora. Ana sizga. Bu sizga yaxshilik qilman. Yo'q, qo'yasiz. Sizga ham yaxshilik qilib